siz ham ChatGPTdan shunaqa foydalanayotgan bo'lsangiz, siz uchun afsusdaman. Yo'q, noto'g'ri tushunmang, bu usul yomon emas, lekin hozir ko'rsatadigan texnikani bilganingizda xuddi bitta super qobiliyat ochilgandek bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, ChatGPT premium bo'lsa zo'r javob beradi. Yo'q, muammo premiumda emas. Asl muammo siz yozayotgan promptda. To'xta, o'zi prompt nima degani? Agar siz AI muhandis, dasturchi yoki AI ni har kuni ishlatadigan bo'lsangiz, prompt muhandislik sizga juda ham asqotadi. Ishonamanki, prompt muhandislik maktabingizdagi yaxshi ko'rgan qizning oldiga borib gaplashishdan osonroq. Shuning uchun yaxshilab o'rnashib oling va videoni oxirigacha ko'ring. AI ni ishlashdan oldin hamma inson prompt engineering bilan tanishish kerak deb o'ylayman. Bu qobiliyat sizni samaradorligingizni 10, hatto 100 baravariga oshiradi. Tasavvur qiling, siz yana o'sha maktabingizdagi yaxshi ko'rgan qizni oldiga ketyapsiz. Oldiga borgandan keyin gap topa olmay, o'zingizni qog'ozga osishdan oldin nima haqida gaplashish, nimalarni so'rash va qanaqa ohangda gaplashishni tayyorgarlik ko'rasiz, to'g'rimi? Prompt engineering ham shunaqa. AI ni ichiga kirib, oddiy so'rovlar yoki vazifalar yozsangiz, haligi qizni oldidagi holatga tushib qolasiz. G'alati javoblar, tushunarsiz tekstlar va hokazo. Natijada siz hamma qizlar meni tushunmaydi deb xulosa qilaverasiz. Sun'iy intellektda Brilliant. javob olish uchun prompt engineeringda asosiy va oddiy 3 ta qadam bor. Shu 3 ta qadamni bosib o'tib, keyin chatbotga kirib vazifa bersangiz, hayotingizni 180 gradusga o'zgartirib yuboradi. Okey, birinchi qadam rol berishdan boshlanadi. Sun'iy intellekt ham odamga o'xshaydi. Kim bilan gaplashayotganini bilsa, u yaxshiroq javob beradi. Shuning uchun birinchi qiladigan ishimiz bu unga rol berish. Masalan, sen tajribali Python dasturchisisan yoki sen IELTS writing imtihon oluvchisisan yoki sen 15 yillik marketing mutaxassisisan. Endi AI qaysi nuqtai nazardan javob berishni tushunadi. Xo'p, biz bu vaziyatda misol keltirib IELTS writingni qanday to'g'ri baholashni o'rganamiz. O'rganganimizdek, birinchi o'rinda birinchi qadam orqali biz unga rol berishimiz kerak bo'ladi. Men rol berayotganda bo'rttirishga harakat qilaman. Bu bo'rttirish AI chatbotni o'zini tutishiga va gallyutsinatsiyalarni yo'qotishga albatta yordam beradi. Xo'p, demak yozamiz. Sen dunyodagi eng oxirgi IELTS writing ishi bo'luvchi odamsan. Odamsan, IELTS writing imtihon oluvchi. Rolni mana berib bo'ldik va endi keyingi qadamga o'tsak ham bo'ladi. Endi keyingi qadam kontekst bering. AI sizning miyangizni o'qiy olmaydi. U sizning maqsadingizni ham, bilimlaringizni ham bilmaydi. Qancha ko'p foydali kontekst bersangiz, javob shunchalik bo'ladi. Masalan, matematikani tushuntir. Eshitolmaga, men 9-sinf o'quvchisiman. Ertaga nazorat ishim bor va kurslarni tushunaman. Oddiy misollar bilan tushuntir deyishingiz ancha yaxshiroq. Endi bizning misolimizda kontekst berib ko'ramiz. Xo'p, bu yozilgan prompt oldingi qadam edi, ya'ni biz bunga rol berdik, endi kontekst ham berib ko'ramiz. Xo'p, kontekstni ham ko'rsalaring bo'ladi. Men IELTS ni 2 oydan keyin topshiradigan studentman. Menga har bir kriteriya bo'ylab xatolarimni qanaqaligini bila olmayapman va boshqa chatbotlar qo'ygan bahol ko'pincha noaniq chiqyapti. Bo'ldi. Oxirgi qadam bu natijani aniq aytish, ya'ni output deyiladi. Oxirgi xato esa juda oddiy. Odamlar AI dan nimani xohlashini bilishmaydi. Matnmi, jadvalmi yoki ro'yxatmi, 100 ta so'zmi, 5 ta misolmi, keyin AI taxmin qilishni boshlaydi. Taxminlar esa deyarli har doim yomon natijani beradi. Demak, biz outputni yaxshi yozishimiz kerak. Bizni misolga keladigan bo'lsak, oxirgi, demak, output qadamiga bunaqa qilib yozsak bo'ladi. Mana prompt yozib bo'ldik. Endi outputga men nima deyapman? Mana bu mening writingdan yozgan task to savoli va essayim. Men sendan IELTS ning kriteriyasi bo'yicha xatolarimni aytishingni va taxminiy baho qo'yishingni so'rayman. Mana essaylarni ham qo'yib bo'ldik. Endi bittagina tugma orqali jo'natib dunyodagi eng go'zal va eng yaxshi javobni olsangiz bo'ladi.